Assalomu alaykum jigarlar, xullas kalom Qozog'istonda Astanada Qozog'istonda eng baquvvat nomer 1 ovqati nima yeyapmiz? 5 barmoq. 5 barmoq yeyapmiz. Xamirni topolmaysiz. Xamir qayerda bulaysiz? Faqat go'sht. Faqat go'sht xohlasa. Inshaalloh gazini bosyapmiz. Alhamdulillah. Hammamiz xursand, kayfiyat yaxshi. Asnodagi sandiq degan kafe bu. Sandiqdan chiqmasa sandiq. Sandiq degan kafe ekan do'stlar. Xullas yaxshi ekan. Narx-navolari ham menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Biz to'lamaymiz akam bilan. Bepul deb qo'yamiz. Bepul bizga. Xullas bovursoqlari bor ekan, hamma narsasi bor ekan, hamma narsa. Men gapirishni bilmayman, yeyishni bilaman faqat. Vasila batishgan. Qimiz buni ichgandan keyin uylangan yigitlar kelinlar mazasini qochirib qo'yadi. Uylanmaganlar esa sразу borib dada balkim uylanish vaqtim kelgandi. Dadamga tekshirib o'tib ketdi shu joyda. Dada uylandi. Kelaverasizlar. Ko'nglimga g'azab berdinglar. Uylanishdan gapirib ko'nglimga g'azab berdinglar. Sen o'ylama, hali ko'p xassas ya'ni. 2026 uylanamiz, faqat qiz topsak bo'ldi. Gapni eshit.